Malika ishlaydigan Ro'shan akaga prank o'rtog'i nomidan. Здравствуй, Рошан aka. Салам алейкум. Это я у вас телефон брала, Малика B11. Да. Вы iPhone я у вас брала на кредит. Камила. Кто? Камила, здравствуйте. Здравствуйте. Хop, слушаю. Anaqa ozgina kreditim kech qolganiga aytishyaptiki, telefonni o'chirib qo'yadi deyishyapti-da. Kim orqali keldingiz? Akamlar bilan keluvdim, Bahrom aka bilan. Mahmud aka. Ular kirmaganlar, kirib gaplashmani qiyin dedilar, как я сказать. Сейчас уже у меня кредит это, не могу платить, говорят, уже срок bo'lmasa o'chib qoladi telefon, уже anaqa musorga chiqadi deb. Shu gap rostmi ekan? iCloud'ga bizdan olganmisiz? Да, mana men anaqa bloknotga yozib qo'ydim, Ravshan aka, B11 do'kon. Основной iPhone продаете вы же? O'sha kimga olingan edi o'zi? Kimga yozilgan edi? Kim nomiga deyapsizmi? Men xolamlarga olib beruvdim, вообще ular hozir Rossiyaga ketganlar. Pul ham tashamayaptilar, men вообще mana bunaqada qolib ketdim-da. Men nomimga olingan, xolamga telefonni berganman. Hozir menga SMS kelib yotibdi har kuni, to'lang, narsalar, короче, не понимаю. SMS manga screenshot qilib tashlab oling. Ravshan aka, qarang, misol uchun necha oygacha to'lamasa iPhone anaqa bo'lib qolishi mumkin. Ular srok beradimi o'zi? Kreditni o'zi kimdan olgansizlar? Kimdan olgansizlar? Qanday kishtadan oldik? Ha? Qanday kishtadan oldik? Qatdan? iPhone 14 olganmiz, Pro Max, qanday kishtadan? Do'konmi? Yo internet saytmi? Yo'q, biz borganmiz Malikaga. Sizni bilaman, oldingizga ham borganman, muomalangiz yaxshi, anaqa. Keling, choy-poy anaqa berasizlar, muomalangiz, do'koningiz rosa ham yaxshi-da, просто akamlar kirmagani sababli akam bilan bir hafta oldin urishib ketgan ekansizlar sizlardan stoyankada. Yo, u agarda iCloud qo'ygan bo'lsa, любой payt o'chirib qo'yishi mumkin telefonni. Keyin anaqasi yo'q deydi, aeroportdan telefonni olib qolishgan, nima anaqadir ham serial raqam noto'g'ri chiqqan. Korobka boshqa, telefon boshqa deb bo'lishi mumkin shu narsa. Alishib ketgan bo'lishi mumkin. Endi olgan joyisiga olib borishingiz kerak-da. Вообще odam anaqa bo'lib qoldi-da, hozir men xijolatli bo'lib qoldim. Rossiyada menga WhatsAppdan telefon qilyaptilar, gaplash, hal qilgan, men yoqda telefon evaziga ularni deport qilayotgan ekan O'zbekistonga. Qaysi do'kondan olganingizni bilasizmi? Bilaman. Anaqa Chumpalakato Handalakishning do'konidan oldim. Nimani? Chumpalakato Handalakishning do'konidan. Hatto u. Malikada B11. B11 bizam do'kon-ku. O'sha sizlarning do'kondan olganman-da, eshigidan kirganda o'ng qo'lda soqolli bola o'tiradi, ayron sotib. Ayron sotib? Ha, ichkarida. Hozir emas, yozda o'tirardi. Unda soqoli kastrulkadagi ayronga tegib turardi, o'sha soqolidan oqayotgan suvni anaqa ayronni qizlar ichib ketardi. Tavba, hayron qolardim, shunaqa do'kon bor ekanmi deb. Yo'q, adashasiz shekilli menimcha. Malikadagi 11 B do'kon. Voy, bilin, nima go'da, hozir kenayimga aytsam, xolamlarga yo'dan pul jo'nata olmayaptilar-da, hozir qiynalib qolganlar, stroykaga borganlar. Pasportini olib qo'yib ishlatishayotgan ekan. Ana SMS menga screenshot qilib Telegramdan tashlayincha ko'rib aytaman men. Siz rasmingiz bilan kelgan, bilasizmi? Siz rasmingiz bilan kelgan. Siz aytgan, "Opajon, men javob beraman. Bu narsa bo'lsa" degansiz. iPhone 14 ichidan anaqa chiqyapti-da, Xiaomi telefoni. Ravshan aka? Adashib siz boshqa olib nima deyotganingizni o'zingiz bilasizmi? Qanaqa iPhone ichidan Xiaomi chiqadi, nima deyapsiz? Qanaqa ayron? Tavba qildim men. Bugun siz tug'ilgan kuningiz emasmi? Menimcha boshqalarga ishingiz yo'qmi sizni? Ravshan aka, assalomu alaykum. Jamshid aka, bu yoqqa keling. Ravshan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qormi aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat.
He, men bittasiga tushunmovchilik bo'lyapti. Bilingmi, anaqa telefonning ichidan boshqa telefon chiqqan. Men aytdim, bo'lishi mumkin emas. Unda do'konda qanaqasiga unaqa sotishi mumkin desam, xolasi Rossiyadan shunaqa jalba qilayotgan ekanda. Yo'q, qanaqasiga telefonning ichidan boshqa telefonning ichidan boshqa telefon chiqadi. U ochib ko'rishadi-ku. Endi ular olib ketdilar-da, Rossiyaga olib ketib, yoqdan gapiryaptilar. Meni xijolatga qo'yib, to'g'risi-da. Men oldilarda ochganim yo'q. Men gaplashyapman. Tavba qildim, o'shanga to'xtab turing adasi. Roshan aka, Eshitaman. aka ulug' ayyom kunlar bilan, ro'za Ramazonlar bilan akajon. Rahmat. O'rtog'ingiz nomidan prank bo'ldi. Bu Sher Pozitiv Instagramdagi Hali qiz bolacha gapiradigan bola bor-ku, o'shaman deb aka bir kayfiyatchi ko'targimiz keldi aka. O'zim hayron bo'ldim. Kim anaqa qildi, zakat qildi? Kim edi bilmayman, sizga videosi bor edi, o'shanda bilarsiz. Bo'ldi. bo'ldi. Akajon charchamang, ayron sotib anaqa qilmaylik, xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, akajon.